Alaykum, yaxshimisizlar xaloyiq? Ishlar bo'lyaptimi? Xaloyiq, sizlarga tekin UC ishlashni o'rgataman. Undan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bo'lmasa birinchi o'rinda Telegramga kiramiz. Mana shu botni qidiramiz. Xuddi mana bu yerda turibdi, mana. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi mana shunday qidirasiz. Qidirganingizdan so'ng bu yoqni bosasiz. Keyin birinchi startni bosasiz. Keyingi qatorni bosasiz va tangani bosib buni bosasiz. Bosganingizdan keyin mana umumiy balans turibdi. Bu yerdan topshiriqlarga o'tamiz. Topshiriqlardan har xil topshiriqlar bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Obuna shunaqalar turibdi. Bu yerda kunlik mukofotlar. Bir kun kirdingiz, 2 kun kirdingiz, mana shunday mukofotlar bor. Keyin bu yerda soatlik ketyapti, mana men olganman. Va shu yerdan qanday UC olamiz desanglar, mana shu bosamiz. Topshiriqlardan bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqdan bu yoqqa bosamiz. Mana shu PUBG UC'ga bosib, xohlaganingizcha UC olsangiz bo'ladi. Halol, o'zim tashladim. Do'stlar, hozir PUBG'ga kirib ko'rsatardim, lekin ko'rsatgim kelmayapti. Yerinyapman mana. Mana shuncha qoldi menda. Endi yuborishni bosaman. Mana shu yuborish, keyin almashtirish. Almashtirish o'zingizning kartalaringizni almashtirishingiz mumkin. Ya'ni buni tushunmadim. Shuning uchun sizlarga aytmay qo'yaveray. Topshiriqlarni bajarib, shunday qilsangiz bo'ladi. Aytgancha, bu profilni bosamiz. Bu yoqdan do'st qo'shamiz. Do'st qo'shganingizdan so'ng qarasizki, siz yana 1000 taga ega bo'lasiz. 5000 taga ekan, uzr. O'yin balans mana 15200. Mana do'stlar, video tugadi. Ishxotsam hamma mana shunday qilib ko'ringlar. Agar kimga qiynalayotgan bo'lsa, tekin yuziga mana shunday. Bu yoqda har xil ko'p kishi yig'yapti mana. Birinchi o'ringa turibdi mana. Haftalik dunyo bo'yicha men 4-o'rinda turibman, ya'ni UC oldim. Shuning bo'pti bo'lmasam, xayr, hamma sog' bo'linglar. UC olishni unutmanglar.